Даже Pokiston ham bor-ku, izolyatsiyaga rioya qilyapti. O'zbekiston o'zi qurilish bo'yicha ancha ilgarilab ketgan davlatlar qatoriga kiradi. Bizda ishlatayotgan dekor mahsulotlari bor-ku, akalar, mana degan Yevropa davlatlarida ham ishlatmaydi. Biz nima qilyapmiz? Tashqari tarafga ko'p urg'u beramiz, lekin uning izolyatsiyasi, ichiga qo'yiladigan armaturalar ismi, sement markasiga unaqa zo'r ahamiyat beramiz. Akalar, asosiy qismi mana shu bo'ladi. Bizda juda ham yoz ko'p bo'lganligi uchun biz uyni sovutish uchun juda ham ko'p elektr sarf qilamiz. Ya'ni uyni sovutish uchun konditsionerni ko'p yoqamiz. Bu sovutish agarda foyda bermaydi, siz izolyatsiya yaxshi qilmagan bo'lsangiz. XPS mahsuloti bor, tashqari tarafdan izolyatsiya qilish uchun. Bazalt mahsuloti bor, tashqaridan izolyatsiya qilish uchun va Penoplast mahsulotlari bor, tashqari tarafdan izolyatsiya qilish uchun. Keling, Penoplast haqida to'liqroq ma'lumot beraylik, siz tanlab bemalol olishingiz uchun. Xo'p aka, videoga bitta like bosib qo'ysangiz, bu video ko'pchilik yetib boradi va ko'pchiligi manfaatli bo'ladi. Bu Penoplastlarimizning asosiy afzalligi shundaki, buni biz xohlagan razmerda sizga kesib bera olamiz. Xo'p, bu Penoplastlarni plotnosini ham o'zgartirib berishimiz mumkin. Xohlasangiz yumshoq plotnos, xohlasangiz qattiq plotnos. Yana afzal tarafi bu Penoplastlarimiz yonmaydi akalar. Xo'p, bu Penoplastlarimizni narx jihatdan ham ancha qolganlariga qaraganda arzon chiqadi. O'rnatishi ham juda ham oson bo'lgandan keyin ko'pchiligi bu Penoplastlarimizni manzur bo'lyapti. Xullas 100% ekologik toza bo'lgan bu Penoplastlarimizni universal dekordan to'g'ridan-to'g'ri zavoddan o'zidan olishingiz mumkin. Xo'p, qurilishda ko'p foydali ma'lumot o'tkazmaslik uchun обязательно profilga obuna bo'lib qo'yasizlar, bizdan kuzatishni davom etasizlar.